Har bir inson hayotida bir kun kelib o'zgarishni xohlaydi. Bu o'zgarish yangi kasbni o'rganishdan boshlanishi mumkin. Pul topish, hurmat qozonish, mustaqil bo'lish. Bularning barchasi bilim bilan boshlanadi. Buxgalteriya bu bugungi kundagi talab yuqori, eng barqaror moliyaviy mustaqillikka yetaklaydigan soha. Tasavvur qiling, siz ertalab uyg'onasiz va endi sizda ish bor. Telefoningizga maosh tushdi degan xabar keladi. Siz ota-onangizga qaraysiz va endi men ham sizlarga yordam beraman deysiz. Siz kompyuter oldida ishonch bilan o'tirib raqamlarni tahlil qilyapsiz. Soliq tizimini yaxshi tushunasiz. Sizga yaqinlaringiz, do'stlaringiz savol berishyapti. Chunki siz tajribalisiz. Siz endi hech narsa bilmayman degan inson emassiz. Siz endi men o'zimni topdim degan insonsiz. Sizda bilim bor, sizda kasb bor, sizda kelajak bor. Ertaga kim bo'lishingiz bugun qabul qiladigan qarorlaringizga bog'liq. Vaqt o'tyapti, kunlar o'tyapti, hayot o'tyapti. Ammo o'zingizni o'zgartirish uchun qaror qabul qilishingiz kerak edi. Balki bu qaror sizning hayotingizdagi tanlagan eng zo'r qaror bo'lar edi. Lekin endi kech. Sababi yosh buxgalter kursimiz yopildi. Besh yil oldin biz bu yo'lni boshlagandik. Yurtimizning har burchagidan 10 minglab yoshlar bilan ishlashdik. Ular oddiy orzu bilan kelishdi. Keyin esa butun umrlik kasb egasi bo'lishdi. Biz ularga ilm, ko'nikma, ishonch berdik. 10 ming nafar o'quvchi, onlayn va offlayn darslar, ish topganlar, buxgalter bo'lganlar, hatto o'z firmasini ochganlar. Ularning barchasi yosh buxgalter nomi ostida tarixda qoldi. Ammo har qanday zo'r loyiha ham, hatto barakali yo'l ham bir kun kelib yangilanishga muhtoj bo'ladi. Yosh buxgalter o'z vazifasini bajardi. U minglab hayotni o'zgartirdi. Bizni ulg'aytirdi, sizni o'stirdi. Ammo endi u tugadi. Bu so'zlarni aytish og'ir, ammo bu yangi sahifa ochilishining boshlanishidir. Keling, hayoti o'zgargan insonlar xotirasida Finlight akademiyasi qanday muhrlandi. Tasavvur qiling. 700 kishilik zal, yorqin chiroqlar, bitiruv libosidasiz, qo'lingizda sertifikat, ota-onangiz oldida. 2024-yil xuddi shunday bitiruvchilar bitirishdi. Katta zalda, hattoki yoshlar orasida 45-50 yashar aka-opalarimiz ham bitirishdi. Bu shunchaki bitiruv kechasi emasdi. Bu ishtiyoqning natijasi. Bu orzu qilgan yoshlarning, hatto yoshi katta opa va akalarimizni ham haqiqatga chiqqan kuni edi. Bu birinchi marta sahnaga chiqqan, ismi e'lon qilingan, olqishlangan kun edi. Yangi kasb o'rganib O'zbekistondagi eng katta sahnalarda bitiruv kechasida turish. Bu ilgari hech kim tasavvur qilmagan holat. Ammo biz bunga erishdik. Bu bizning faxrimiz. Har bir ota-ona nigohi quvonchga to'la. Farzandim yangi kasb egasi bo'ldi degan faxrli qarashlar. Har bir bitiruvchining yuragida orzu, ishonch, maqsad. Chunki siz endi ko'proq xohlaysiz. Ko'proq amaliyot, ko'proq tajriba, yangi texnologiya, daromadli ish xohlaysiz. Va biz sizga shuni taqdim qilmoqchimiz. Endi esa qarshi oling. Neo buxgalter. Bu mukammallik sari yangi bosqich. Har biringizni eshit. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
fight to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta Yoshlarni millionlagan yoshlarga o'rgatish orqali hayotini o'zgartirishni maqsad qildi. O'zbekiston bilan boshlangan yo'l dunyo bilan davom etadi. Bu shunchaki orzu emas. Bu reja. Bu rejada siz bor, biz bor, yangi avlod bor. Va biz bu rejani ilm, natija va fidoyilik bilan amalga oshiramiz. Bu o'z yo'lini tanlaganlar akademiyasi. Bu yangi davr, yangi sifat, yangi daraja. Bu Neo Bugalter.